Bismillahirrohmanirrohim. Sham. Ma'shuqlarning o'ziga yarasha nozi bo'ladi. Axir oshiqman degan har bir odamga ko'ngil berib bo'lmaydi-da. Oshiq degan odam o'zining gapida sabr bilan turishi, aziyatga chidashi, jafoni ko'tarishi, ishq-u muhabbat dardida kuyib yonish kerak bo'ladi. Ishq-u muhabbat dardida kuymagan insonni oshiq deb bo'lar ekanmi? Ishq-u muhabbat da'vodan iborat bo'lib, dard da'voning isbotidir. Isbotingiz bo'lmasa, iddaoyingizda qanday qilib tura olasiz? Men sham bo'laman. Men o'z nuri bilan xonadonlarni nurafshan aylagan oddiy bir shamman xolos. Odamlar menga qaragan chog'i nurimni ko'radilar va nega otash bo'lib yonayotganimni bilmaydilar. Har bir yonib turgan otashning ichida ishq-u muhabbat borligidan xabarlari yo'q. Ishq-u muhabbat bo'lmasa, hech qaysi otash gurillab yonmasligini bilmaydilar. Meni insonlar juda ko'p yillar ilgari yasashni boshlaganlar. Asal mumi va hayvonlarning ichki yog'larini qorib, tanamni yasaganlar. Ko'ksimning shunday markaziga jon piligi qo'ydilar va ustimda nur jilvanini boshladi. Keyin meni qolipga to'kdilar. Menga shakl berdilar. Ko'rinishim chiroylimi, yo'qmi? Umuman bilmayman, ammo aytishlaricha qaddi qomatim alifdek ekan. Odamlar meni tomosha qiladilar. Mening yorug'imda olamni tomosha qiladilar. Shoirlar nurimning yog'dusida o'z she'rlarini qog'oz satrlariga tizadilar. Go'zal qizlar mening yorug'imda ko'z yoshlarini to'kadilar. Mo'min bandalar esa xonaning bir burchagidan tushib turgan yorug'imda namoz o'qiydilar. Ular mening nurimda duo qiladilar. Yonib turganimda ularga tun kun bo'lib ko'rinadi. Ular meni tushunmaydilar. Men ko'ksimda yashirin tutayotgan otashni sochlarimda namoyon qilaman. Keyin esa laqqa cho'qqa aylangan ko'z yoshlarini ko'zlarimdan tirqiratib oqiza boshlayman. Eriyveraman. Shunday, meni ilgari zamonlarda asal mumidan yasardilar. Xamirimni qorar ekanlar, unga bir chimdim mushk qo'shib yuborar edilar. O'zimga o'xshagan o'nlab shamlar bilan birga meni ham bir savdogarga sotdilar. Savdogarning do'koni chetidagi javonda. Bilmayman qancha vaqt kutib turdim. Navbat bir kuni menga ham keladi. Meni ham kimdir oladi deb hayajon bilan kutdim. Oramizda atirgul iforli shamlar bor edi. Odamlar ko'pincha mana shu shamlardan so'rab kelar edilar do'konga. Men esa barchaning esidan chiqib ketgan kelishuv kabi qamtingancha bir chetda kutib turar edim. Kuni kelib do'kon tokchasida eng old tarafda men qoldim. Navbat menga kelgan edi. Endi meni ham kimdir oladi. Kutdim. Ishq-u muhabbat otashim bilan kimning chehrasini yoratar ekanman deb qiziqib poyladim. Bir kuni kechki payt bir qiz do'konga kirib keldi. Qiz do'konchidan mushk hidi taratadigan sham so'radi. U meni oldi. Qizning nozik barmoqlariga tegingan chog'im darhol undagi otashni his qildim. Qiz meni uyiga olib keldi. Meni derazaning ro'parasidagi tokchalarning eng yuqorisiga qo'yib qo'ydi. Shu tunda piligimga olov tegizgan ilk lahzada uning chehrasini ko'rdim. Uni holimga holdosh, yo'limga yo'ldosh, sirimga sirdosh deb bildim. Uning ismi Laylo ekan. Uning ismini keyinchalik bilib oldim. Ana shu kundan beri Layloning xonasidaman. U har tuni meni yoqadi. Ishq-u muhabbatimni olovlantiradi. Keyin esa ko'z yosh to'kadi. Yig'layveradi. Bir men yig'lab tanamni eritaman, bir u yig'laydi va chiroyli badani qurib qolgan novdadek titraydi. Ha, ishq-u muhabbat insonlarning ko'nglida ham bo'lar ekanda. Nurimning uning qora ko'zlarida aks etib turishidan ortiq baxt bormi? U mening dardoshim, jon hamrohimdir. U uchun yonib, yengil tortaman. U davosi yo'q ishq-u muhabbatga mubtalo bo'lgan. U ishq-u muhabbat nima ekanini tushunadi. Va o'zim ham ishq-u muhabbatni undan o'rganmoqdaman. Tunlari u dastavval menga otash beradi. Keyin esa qog'oz olib, allanimalarni yoza boshlaydi. Yozganlarining ayrimlarini yashirib qo'yadi. Boshqalarini yirtib tashlaydi.
qaysi birlarini esa yoqib yuboradi. Keyin yig'lay boshlaydi. Odobdan titrab, bir ismni aytib shivirlaydi. O'ziga o'zi allanimalarni gapiradi. Oh tortadi, nola chekadi va kuyib yonadi. Lablari titragancha bir ismni shivirlaydi. Qayiz. Shunday deb yana jim turadi. Keyin Majnun deb nola chekadi. Umar amaki Moviy Istanbul mehmonxonasi 2012-yil. Karim hozirgi odamlar aytib yuradigan ishqi muhabbatga o'xshamagan bir ishqi muhabbatni bir umr bo'yi tinmay izladim. Odamlar hozir ishqi muhabbat deb aytayotgan narsalarga qarab, ishqi muhabbat mana shunday tuban tuyg'u bo'lishi mumkin ekaniga hech qachon ishonmadim. Ha, ishqi muhabbat mavjud dunyoda, buni tan olaman. Ishqi muhabbatni bizga ato qilgan zot uni mana shunday tuban holda berganiga mutlaqo ishonmayman. Ha, hozirgi paytga kelib odamlar o'zlari boshlaridan kechirgan narsalarga ishqi muhabbat deb nom berib, ishqi muhabbatning nomiga ham dog' tushirib bo'ldilar. Aslida ishqi muhabbat pokiza his. Ular ishqi muhabbatni badanga aloqador deb o'ylaydilar. Aslida esa go'zal dilbarning ham badanga aloqasi yo'q. Ishqi muhabbat ko'ngilga oid ish bo'lib, qalbi ko'r insonlar shunchaki zim-ziyo qorong'ulikdan boshqa hech narsani ko'rmaganlari uchun ishqi muhabbatning ham yuziga qora bo'yoq chaplaydilar. Go'zal dilbar ko'z bilan ko'rilgan emas, ko'ngil bilan sevilgandir. Odam zoti kimnidir sevadi-da. Mana men ham sevganman. Kimnidir sevib qolgan inson bilmaydiki, bu hisning nomi sevgi bo'lib, ishqi muhabbat yolg'iz u zotga loyiqdir. Odam kimnidir u zot yo'lida sevib qolsa, oshiq bo'ladi. Hozir esa odamlar tap tortmay ishqi muhabbat so'zini ko'cha-ko'yda izg'ib yurgan betarbiyalarga ham ishlataveradilar. Nega bu ahvolga tushib qolganimizni bilmayman. Karim ilgarigi zamonda bu taxlit narsalarga ishqi muhabbat deyilmas edi. Ishqi muhabbat insonning peshonasiga bir martagina nasib qiladi. Odamning ro'parasidan ishqi muhabbat bir martagina chiqadi. U zot yagona bo'lgani kabi insonning qalbidan joy oladigan yor ham yagonadir. Ikkinchi sevgiliga qalbdan o'rin yo'q. Odamning ko'nglini keng deb o'ylamagin. Agar ikkinchi yorga shaydo bo'lib qolsa, bilginki, ko'ngil yolg'on aytyapti. Sen uchun shunchalar qiymatli bo'lgan ishqi muhabbat bir lahzada man etilgan ishqi muhabbatga aylanib qoladi. Ishqi muhabbatni bilgan inson nimalarni bilmaydi, dedi Umar amaki va o'pkalari yirtilib ketgudek yo'taldi. U shuncha narsani nega tushuntirdi? Xuddi ichida o'y fikrlarni to'planib, pufakdek shishib ketgan-u, ularni tashqariga chiqarib, ichini bo'shatmasa bo'lmas edi. Umar amaki fikri va hayolini bu o'ylardan ozod qilgisi kelar edi. Umar amakining bir siri bor-u, uni tilga olishga cho'chiyaptimi? Yoki butunlay es-hushidan ayrilib, hamma narsani unutib qo'yaptimi? Karim tushuna olmadi. Umar amakining yo'tali tanadiganga o'xshamas edi. Karim turib unga bir piyola suv olib keldi. Umar amakining keksalik o'firib turgan ko'zlariga tikilgancha, "Aytib beravering, Umar amaki", dedi. "Siringizni ichimda saqlayman, indamay eshitaman. Bor dardingizni to'kib solavering. Meni o'z farzandingizdek qabul qiling. Ota o'zining ichidagi g'am-g'ussani qanday to'kib olsa, siz ham ichingizni to'kib oling. Ko'tarib yurgan yukingiz yengillasin. Meni o'zingizning bolangiz o'rnida ko'rib aytib beravering." Karim meni bolangiz o'rnida ko'rib degani payt Umar amakining keksalik nuqsi urib qolgan ko'zlaridan marvarid donasi kabi ikki tomchi yosh yonoqlariga dumalab tushdi. Ko'z yoshlari soqolini tutatib yuborgidek qaynoq va qalbining eng tubidan chiqqan edi. "Gaping to'g'ri, Karim. Bir dardim bor mening. Hozir es-hushim o'zimdami yoki chalg'ab qolyapmanmi? O'zim ham bila olmay qoldim. Mana shu boshimdan o'tkazgan hodisalar darhaqiqat bo'lib o'tdimi yoki xayoliy olam edimi? Aniq bilmay qolyapman.
Ha, dardim bor, lekin dardim menga yuk emas, balki sharafdir. Bu shuncha yildan beri avaylab ko'ksimda saqlab kelgan nishonimdir. Bu ishqi muhabbatimni hech kimga sezdirmadim. U haqda senga aytib beraman. Qani, mana shu derazani ochib yuborguncha Istanbulning nozanindek gardaniga tomchilayotgan yomg'irni tomosha qilayin. Mana, ko'ryapsanmi? Deraza yomg'irni to'syapti va yomg'ir ichkariga kira olmayapti. Yomg'irdan Istanbul juda ochilib ketadi-da. Istanbulning atirgul iforli sochlariga yomg'ir tekkani payt shunday yashnab ketadiki, tasavvur ham qila olmaysan. Mana shu derazani bir ochib yuborgin, Istanbulning gul chehrasidan silqigan yomg'ir bizning xonaga ham tegib o'tsin. Yomg'ir bizning xonaga ham teginsin va ishqi muhabbat iforidan biz ham shod bo'laylik. Bilasanmi? Istanbul qandili o'chib qolgan shaharlarga o'zining quyoshdek yog'dusidan doim nasiba berib keladi. Xushbo'ylik o'rniga Istanbul o'zining zulfini tutatadi. Istanbulning zulfi yongan vaqt olamni ishqi muhabbat ifori to'ldirib yuboradi. Buning ustiga tirik murda kabi shaharlardan farqli ravishda Istanbul doim navnaholdir. Istanbul go'yoki g'uncha ham ochib ulgurmagan atirguldek kelinchakdir, dedi Umar amaki. Va Karim derazani ochib qo'yish uchun o'rnidan turgan chog' o'rniga joylashib o'tirib oldi. Umar amaki yomg'ir tovushini miriqib eshitishga shaylandi. Xonaga yomg'ir tomchilari tegib o'tgach, Istanbulning qadimiy ifori xonani to'ldirdi va Umar amaki bu ifordan to'yib nafas oldi. Istanbul shaharlarning malikasidir. Deraza ortidan Istanbulni tomosha qilar ekan, noyahon yodiga o'zining eski og'aynisi aytib yuradigan bir gap tushib qoldi. Do'stim, agar kirgan joying Istanbul bo'lsa, borgan joyingning hammasi g'urbatdir. Shu gapini eslab, Umar amaki negadir ma'yus tortdi. Axir u Istanbulda edi-ku, biroq ko'chaga chiqib, Istanbulning pinjiga kirib keta olmas edi-da. Karim derazani ochib keldi va Umar amakining qarshisiga o'tirdi. Umar amaki xuddi tush ko'rib uyg'onib ketgandek ko'zlarini ochdi. Mana shu kun kabi bir kun edi. Men ham sening yoshingda bo'lsam kerak u paytlar. Istanbul yomg'ir tomchilaridan o'ziga ziynat yasab, bezanib olgan va barcha kuyib yongan insonlarning otashini sovutish uchun tomchilar yog'dirar edi. Istanbulning insonni es-hushini olib qo'ygidek chiroyli ekanini mana shu kuni anglab yetdim. U kuni Istanbulda shunday sharros yomg'ir yog'diki, dayditlar ham shaharda o'zlariga pana joy qidirib qoldi. Tosh ko'chadan yolg'iz yurib ketar edim. Istanbul va men ikkimiz yolg'iz edik. Eminonadagi yangi masjidning oldidan o'tib ketayotib, devorga suyangancha xotirjam o'tirgan bir kishi ko'zim tushib qoldi. U paytlar odamlar bir-birlariga ko'mak berishdan hadiksirab o'tirmas edilar. Bu cho'chiydigan ish emas-da o'zi. Hozir esa unday emas. Hozir hamma bir-biriga dushman go'yo. Hozir odamlar qarshisida turgan insonning o'ziga yaxshilik qilish ehtimoli haqida emas, balki yomonlik qilish ehtimoli haqida ko'proq o'ylaydilar. Bu odamning oldidan indamay o'tib ketmoqchi ham bo'ldim. Keyin esa unga ichim achidi. Yoniga keldim va shunday kuchli yomg'ir ostida nimani kutib o'tiribsiz? Bir pana joyga o'tib oling, shalaba bo'lib ketasiz, dedim. Bu kishi xuddi men uni haqoratlab qo'ygandek zarda bilan o'girildi. Menga shunday jahl bilan qaradiki, ko'zlaridagi g'azabni ko'rib, ichlarim titrab ketdi. "Yo'lingdan qolma", dedi u. "Meni tanimaysan ham, men haqimda hech narsa bilmaysan ham. Qanaqa yomg'ir? Sen yomg'ir deb aytayotgan narsa senga o'xshaganlarni shalabbo qiladi. Menga esa bu sevgilimdan arg'umondir. O'zimdan boshqasiga bu yomg'irning bir tomchisi ham tegishiga rozi emasman. Odam dengizning ichida turib ham yomg'ir yog'ayotganidan boxabar bo'lishi mumkinmi? Qani, yo'lingdan qolma", dedi. O'sha payt bu odam telba bo'lsa kerak deb o'yladim. Nima deyotganini umuman tushunmadim. Mana endi tushunib turibman. Karim u odam o'zini ishqi muhabbatga fido qilgan oshiq zot ekan.
Keyinroq bir kitobda o'qib qoldim. Yana shu gapga duch keldim. Bu gapni Sa'diy Sheroziy aytgan ekanlar. Men mana shu o'zim ko'rgan odamchalik bo'la olmadim hech. Meni Yomg'ir doim shalabbo qildi. Umar amaki, qanaqasiga bunday bo'ladi? U odam Yomg'irda ho'l bo'lmayotgan edimi? Dedi Karim. Albatta ho'l bo'layotgan edi. U odamning holati qandaydir boshqacha edi. Sababini bilmayman. Negadir shu odamning o'zini tutishi, ayniqsa nigohlari menga qattiq ta'sir qildi. Keyin ham mana shu yerdan juda ko'p marta o'tdim, lekin u odamni hech uchratmadim. Bu mehmonxona o'sha paytlar uyimiz edi. Otam mutasavvif inson, dil ahlidan edi. Uyga borib, bo'lib o'tgan hodisani u kishiga aytib berdim. Otam hech narsa demadi. Chuqur o'yga tolib qoldi. Keyin qo'limga bir necha kitob tutqazdi. Mana shularni o'qib chiq dedi. Otamning gapini buyruq deb qabul qildim va o'sha kuni o'qishga kirishib ketdim. Bu kitoblar ishq va muhabbat haqida edi. Ularni uncha tushunmadim. Kunduzlarini ularni o'qib o'tkazar, tuni bilan o'qigan narsalarim haqida o'ylab chiqar edim. Nimani izlab yurganimni o'zim ham bilmas edim. Shunday bo'lsa ham kitoblarni o'qishda davom etdim. Shu kunigacha ishq va muhabbat haqida ko'p o'qigan, ammo uni boshimdan o'tkazib ko'rmagan edim. Mana shu kundan taxminan 1 yil o'tib, sening yoshingda bo'lgan paytim otam bu dunyoni tark etdilar. O'lim farishtasi azalda kelishib qo'yilgan ahdnomani amalga oshirib, otamni jonini oldi-yu ketdi. Otam xuddi mana shu xonada jon taslim qilgan edilar. Men esa xuddi sen kabi otamning qarshisida o'tirar edim. Alamli tasodifni qaragin, otam o'lim to'shagida yotib menga Umar dedilar. Haligi yomg'ir yog'ib turgan kunda ko'zingga ko'ringan o'sha odamni topgin, bolam. Men ko'zlarimdan tirqirab oqayotgan yoshlarni artishga ham ulgurmas, ora-orada tovushimni chiqarib yig'lab ham yuborar edim. Otam, ishq va muhabbatni izlab topgin. Bu yo'lda es-hushingdan ayrilib qolsang ham uni izlab topgin. Ishq va muhabbat o'zi ham seni qidirib yuribdi, dedi va jim bo'lib qoldi. Uning ismi indamaslar qatoridan joy oldi. Men otamning aytgan gaplarini o'zimga vasiyat deb qabul qildim. O'sha kundan beri ishq va muhabbatni izladim. Uni topsam, otamning vasiyati amalga oshgan bo'ladi. Topa olmasam, shu yo'lda o'lib ketgan bo'laman-da. Butun umr ishq va muhabbatni izlab topish uchun yashadim desam, mubolag'a bo'lmaydi. Qanchadan qancha insonlar ishq va muhabbat yo'lida halok bo'lib ketdilar. Vatanlarini tark etdilar, umrlarini hechlikka aylantirdilar. Umar amaki, otangizning ismlari nima edi? Dedi Karim. Va bu gap og'zidan chiqar chiqmas ma'nosiz va noo'rin savol berganini o'zi ham tushunib, gapirganiga pushaymon bo'ldi. Endi g'isht qolipdan ko'chib bo'lgan edi. Otamning ismi Hasan edi, dedi Umar amaki. Joylari jannatdan bo'lsin. Padari buzrukvorimning ismlari Hasan edi. Odamlar u kishini Hasan taqsir deb chaqirar edilar. Shunday deb Umar amaki jim qoldi. Karim gapirishga gap topa olmay jim edi. Ha, Karim otasiz hayotning qanday bo'lishini juda yaxshi biladi. Bu oriq odamni ne ko'ylarga solishidan xabardor. Ikkovlon yuzlarini derazaga o'girib ko'chaga qaradilar. Istanbul go'zal chehrasini ko'rsatmoqda. Yana esi hushni olgudek jamolini namoyish qilmoqda. Quyosh bulutdan iborat parda ortidan mo'ralay boshlagan edi. Istanbul esa o'ziga maftun bo'lganlarni majnun qilar, Istanbulning bilmaganlarini esa hijolatga solar edi. Ilgari zamonlarda yomg'ir ishq va muhabbatni anglatgan. Umar amaki jim bo'lgach, Karim ham jim bo'lib qoldi. Yomg'ir ham to'xtadi. Istanbul ham jimib qoldi. Ahar doim ishq va muhabbat jim qolganda, Istanbul ham jim bo'lib kelgan.